Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, aziz talabalar. Universitetimizda tahsil olib, o'z iste'dodi va intilishlari evaziga e'tirof etishga arzigulik muvaffaqiyatlarga erishayotgan yoshlarimiz haqida hikoya qiluvchi iste'dod loyihasining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Ushbu sondan boshlab biz Fotima va Zuhra Xolmirzayevalar iste'dod loyihasining boshlovchilari bo'lamiz. Loyihamizning bugungi ishtirokchisi Termiz davlat universiteti ijtimoiy fanlar fakulteti 3-bosqich talabasi, yoshlar daftari va mesenatlik yo'nalishi universitet koordinatori, O'zbekiston Respublikasi Ekologik partiyasi a'zosi hamda Surxondaryo viloyati volontyorlar maktabi yordamchi mentori Mehrugul Abdurasulova. Xush kelibsiz Mehrugul. Assalomu alaykum, xushvaqt bo'ling. Avvalambor Mehrugul, o'zingiz haqingizda tanishtirib, ijtimoiy faollikka kirib kelishingiz haqida gapirib bersangiz. Avvalambor o'zimni tanishtiradigan bo'lsam, ijtimoiy fanlar fakulteti 3-bosqich talabasiman. Ijtimoiy faollikka kirib kelishimizda o'sha maktab vaqtlarimga borib taqaladi. Ya'ni o'sha vaqtda ham maktabda turli yo'nalishlarda sardorlik qilganman, lekin viloyat yoki respublika sardori bo'lmasam ham maktabda faol o'quvchilardan bo'lganman. Termiz davlat universiteti talabasi bo'lganidan so'ng turli tadbirlarda, turli zakovat o'yinlarida, kitobxonlik tadbirlarida, kichik tadbirlarda qatnashishni boshlaganman va 2024-yildan boshlab Surxondaryo volontyorlar maktabi a'zosiga aylandim hamda u yerdagi o'qish, u yerdagi insonlar hamda jamoaning qo'llab-quvvatlashi tufayli ijtimoiy faol talabaga aylandim desam mubolag'a bo'lmaydi. Siz hozirgi kunda universitet koordinatori sifatida o'z faoliyatingizni olib bormoqdasiz. Koordinator sifatida sizga uchraydigan muammolar va sizni xursand qiladigan jihatlar qaysi? Kundalik tartibingiz qanday? Universitet koordinatorligiga yaqinda saylandim va bu menga juda ham katta mas'uliyatni yukladi. Chunki juda ham ko'p talabalar orasida meni tanlab olishgani meni yanada xursand qildi va o'zimga bo'lgan ishonchimni orttirdi desam xato gapirmagan bo'laman. Ya'ni mening yo'nalishim yoshlar daftari va mesenatlik loyihalari. Aynan kam ta'minlangan, yordamga muhtoj hamda imkoniyati cheklangan talabalar bilan ishlashga mo'ljallangan koordinatorlik turi hisoblanadi. Men bu yo'nalishni tanlaganim ham bevosita volontyorlikka borib taqaladi. Chunki u yerda ham turli xayriyalarda ishtirok etganligimiz va turli vaziyatlarni ko'rganligimiz tufayli men shu olgan bilimlarimni universitetimizda qo'llashga harakat qilmoqdaman. Va faoliyatimda duch keladigan muammolarga esa universitetimiz juda ham katta bo'lganligi tufayli tabiiy holatda talabalar soni ham juda ham ko'p. Va ular orasida yordamga muhtoj bo'lgan yoki imkoniyati cheklangan talabalar ham yo'q emas. Ular bilan ishlash bir o'zimga og'irlik qilishini bilgan holda yaqinda o'zimga qariyb 100 kishiga yaqin bo'lgan jamoa shakllantirdim. Kunigacha jamoamiz uchun o'quv seminari ham bo'lib o'tdi. Ularga ham o'zimda bor bilimlarni yetkazishga harakat qildim va o'ylaymanki, yaqinda o'sha yangi ishlar, yangi marralar bizni kutib turibdi. Albatta, inson nima maqsad qilsa, bir kun kelib albatta uning ro'yobini ko'radi. Shu yili bo'lib o'tgan 30-iyunda prezident bilan uchrashuvda siz ham prezidentimiz bilan bitta zalda uchrashish, ya'ni o'tirish imkoniyatiga ega bo'lgan ekansiz. Shu boradagi taassurotlaringizni biz bilan bo'lishsangiz. Bu haqida gapiradigan bo'lsam, yoshligimda juda ham katta orzum bo'lgan davlat rahbari bilan uchrashish, ular bilan bitta qatorda o'tirish, bu menimcha ko'pchilikning orzusi deb o'ylayman va bu orzum kutilmaganda amalga oshdi. Yoshlar ishlari agentligi tomonidan Surxondaryo viloyatining faol yoshlari qatorida men ham 30-iyun davlat rahbari bilan uchrashishga muvaffaq bo'ldim. Ya'ni yoshlar kuni munosabati bilan tashkil etilgan davlat tadbirida qatnashdim. Bu tadbirda juda ham katta taassurotlar hamda o'zim uchun yangi xulosalar oldim desam xato qilmagan bo'laman. Chunki davlat rahbari bilan uchrashish yoshlarimizga katta mas'uliyat hamda ishonch, kuch-quvvat hamda motivatsiya beradi deyish mumkin. Hozirgi yosh talabalarga jamiyatda o'z o'rnini topish uchun qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz? Tengdoshlarimga avvalambor faol bo'lishni maslahat bergan bo'lardim. Chunki har bitta inson qilayotgan harakatlari tufayli yangi natijalarni kashf eta boshlaydi. O'zini yangitdan kashf etadi, o'zini nimalarga qodir ekanligini bilishni boshlaydi. Chunki turli xil faoliyat bilan shug'ullangan inson albatta xato qilmaydi, chunki unda yangi tajribalar bo'ladi. U keyinchalik to'g'ri u vaqtini olishi mumkin yoki u xato qildim deb o'ylashi mumkin, lekin bu borada u
tajriba olgani o'ziga foydaga qoladi deb o'ylayman. Albatta, har bir o'quvchi doimo faol bo'lishga intilib yashashi lozim. Ko'p faoliyat turlarini birgalikda olib borasiz. O'qish, volontyorlik va yoshlar ishlari faoliyati. Bularning bariga qanday ulgurasiz va vaqtingizni qanday taqsimlaysiz? To'g'risi, bu oson ish emas, lekin men shug'ullanadigan har bir faoliyat bir-birini to'ldiradi. O'qish, bilim olishim bu men uchun kelajakdagi tanlagan kasbimni egallash uchun poydevor bo'lib xizmat qiladi. Volontyorlik faoliyati esa bu men uchun majburiyat emas, shunchaki mening sevimli mashg'ulotim, voz kechib bo'lmaydigan ishimdir. Va men volontyorlik bilan shug'ullanish orqali o'zimga yangi do'stlar, yangi davralarni kashf etaman. Qaysidir ma'noda o'zimni ham kashf etaman desam xato gapirmagan bo'laman. Yoshlar ishlari bilan shug'ullanish esa, Yoshlar ittifoqidagi faoliyatim esa men uchun yangi mas'uliyatni zimmamga olish, o'zimni yanada yangi faoliyatda shug'ullanishimni xohlaganligim uchun bu yo'nalishda ham o'zimni sinab ko'rmoqchi bo'ldim va ishlarimizni boshlab oldik. Vaqtni taqsimlashga keladigan bo'lsak, har kuni o'zimga rejalar qo'yaman, maqsadlar qo'yaman. Bu soatda bu joyga boraman deyman, lekin ko'pincha rejalar o'ylaganimizdek bo'lmaydi va qandaydir bir muammolar chiqib qoladi, kutilmagan rejalar chiqib qoladi, lekin barchasini birgalikda uddalashga harakat qilmoqdaman. Albatta, vaqtni taqsimlash ham bir iste'dod sanaladi. Va sizga beradigan so'nggi savolimiz: Termiz davlat universiteti siz uchun? Termiz davlat universiteti men uchun faqatgina bilim maskani emas, yangi imkoniyatlar eshigi hamda hayotimning eng go'zal bosqichlaridan biridir desam xato gapirmagan bo'laman. Ya'ni bu yerda men nafaqat bilim, balki yangi do'stlar, bilimlar hamda hayot saboqlarini olmoqdaman. Termiz davlat universitetida o'qish ko'pchilikning orzusi bo'lgan va shu orzu qilgan insonlar qatorida men ham bo'lganman va orzuyimda yashayotganimdan juda ham xursandman. Albatta, sog' bo'ling. Loyiha so'ngida ustozlaringizga, ota-onangizga aytar so'zingiz bo'lsa, marhamat. Eng avvalo ota-onamga cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman, chunki ular har doim meni qo'llab-quvvatlashlari, qarshilik bildirmasdan har bir fikrimni hurmat qilganlari tufayli men har xil sohalarda o'zimni sinab ko'rishni boshladim va ular bildirgan ishonchni oqlash uchun tinmasdan harakat qilmoqdaman. Keyingi navbatda albatta ustozlarimizga minnatdorchiligim cheksiz, chunki psixologiya kafedrasidagi o'qituvchilar menga faqat bilim emas, balki atrofdagi insonlarni tushunish, ular bilan muloqot qilish, muomala qilishni o'rgatishmoqda. Bundan tashqari juda ham ko'p do'stlarim, Surxondaryo volontyorlar maktabi mentorlari, Guldastopa Ishqobilovaga ham alohida minnatdorchiligimni bildirgan bo'lardim. Chunki ularga havas qilganligim tufayli men shu bosqichlardan o'tmoqdaman. Rahmat ishtirokingiz uchun, sog' bo'ling. Sizlarga ham rahmat. Sizlarning ham ilmiy faoliyatingizda, ijtimoiy faolligingizda omad tilayman. Sizlar bilan iste'dod loyihasining navbatdagi soni edi. Ijtimoiy tarmoqlarda bizni kuzatishda davom eting. Omonlikda ko'rishguncha.